Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 13 dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hurmatli namozxon muxlis, omonmisiz? Azizlar, iltimos kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kamtorona mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Hamda aktiv bo'lamiz azizlar. Namozni yangi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namozda necha rakatdanligini, iboratligini ko'rsatib, oydin ravshan qilib ko'rsatib qo'yganman. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Azizlar, like ni bosamiz, like ni ayamaymiz. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like faqat videoni tarqatadi xolos. O'sha uchun kanalda aktiv bo'lamiz va Telegram kanal ochganman azizlar. SMS bo'limida qoldiraman, soобщение bo'limida qoldiraman silkasini, Telegram silkasini va o'tib obuna bo'lishni ham unutmang. Har kunlik namoz vaqtlari mana shu Telegram kanalda ham chiqib borishadi azizlar. Shunday ekan, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Like deb bosamiz, esimizda eng yaxshi chiroyli fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.